Hammaga assalomu alaykum jigarlar, joninglar sog'mi, yaxshimisizlar? Nima gaplar bo'lyaptimi sekin-sekin? Jigarlar, o'zbeklar bitta savol bor-da. Nima o'zbeklarda podeshya yo'q? Livichda Erangelda o'zbeklar bilan tushib qolsam, hali o'lgani ham qo'rqib qoldim. Даже otishgani ham kamroq bor ekan bo'lib qoldim. U yotib qolsam turg'izadimi bu sherik degan savol bor. Nima shunaqa? O'zbeklar ko'pini ko'rdim. Ba'zilar qutqaradi, ba'zilari ko'tga o'xshab boshqaga ketaveradi. Yondiri silkib turgan bo'lsa ham botni otish kerak. Botni otgandan keyin ko'tarmaydi. Hali biror narsani oqtarib ketadi yo lut qilib o'tiradi. Endi unaqa basda podeshyada bo'laylik jigarlar. Hammamiz o'zbek biz. Qirg'iz, rus, tojik ular ko'rdim, ular bilan o'ynadim. Даже o'yinda birga o'ynaganman. Druziyamda ham bor ularda. Mana odam bilan kecha o'ynadim. Qozoq. No, вообще zo'r muomala. To'rs muomala. Вообще gapirmasam bo'lardi. O'zbeklardan, ba'zi bir o'zbeklardan zo'r. Kecha podeshyada bo'laydi. Bir-birimizga jigarlar. Hammamiz o'zbekmiz. Boshqa davlatdagilar podeshya qilishadi biror-birini. No, o'zbeklarda ba'zi birlarida yo'q podeshya. To'g'ri, xulosa o'zinglarda. Kommentda fikringizni kutib qolaman. Olg'a jigarlar, faqat podeshyada bo'laylik. Hamma omad.